Assalomu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolingiz yaxshimi? Hozirgi vaqtingiz xayrli bo'lsin. Mening ismim Farhod. Bugungi kanalimga kelganlarni qizg'in qarshi olaman. Mablag' silish xatarlik mablag' solgan chog'da ehtiyotchan bo'ling ham o'zingizga xos uslubda mablag' silishni o'rganing. Bugun men sizlarga qaysi sahifalarni ishlatib mablag' sola olamiz, shuni ko'rsatib beray. Biz hozir ikki xil yo'l bilan mablag' sola olamiz. Birisi bo'lsa burunqi klassik yo'l bilan elib setish qilish, yana birisi bo'lsa hozir yangidan chiqayotgan to'rda so'd seti qilish applari. Odatda biz burunqi klassik yo'l bilan ilm setim qilgan chog'da bevosita o'zimizning banklar bilan mashg'ulot qila olamiz. Ham meningcha har qanday davlatlarda shunday qilib bo'ldi. Men odatda Avstraliyada ishlatadiganim Commonwealth va Westpac. Odatda biz banklar bilan mashg'ulot qilgan chog'da ularga commission fee, ya'ni mashg'ulot haqqi to'laymiz. Har bir ilm setimga $20 to'laymiz. Miqdoriga qaramaydi, ham vaqtiga qaramaydi. Lekin agar siz Amerikada bo'lsangiz, bu klassik odatdagi yo'llardan siz banklardan boshqa yana Robinhood, Webull degandek saytlarni ishlata olasiz. Bu saytlarning yaxshi yeri ham oson, ham boshqa har qanday mablag' solgan turlari jiq. Masalan, Bitcoin, kripto, oltin, neft degandek. Men boshqa yana davlatlarda ishlatalamda o'qimayman. Bizning Avstraliyada ishlatgan bo'lmaydi ekan. Agar ishlatgan bo'lgan bo'lsa, men shu Robinhoodni ishlatgan bo'lardim. To'rda mashg'ulot qilgan applar bo'lsa, hozir shundoq nom chiqayotgan eToro, MyTrade, IG va Plus 500 degandek yana nurg'unlari bor, lekin men hozir shu to'rtasini tunishtirib turay. Odatda bu xil applarda mashg'ulot qilmaydi, lekin har bir kechada ozroqdan o'zingizning sommasiga qarab haq qildi. MyTrade bilan Plus 500 bizning Avstraliyaning applari. Men dollarga tegashmasligim uchun bularni jiqroq ishiltaman. IG bo'lsa Angliyaning, bu shunday yaxshi app. eToro bo'lsa Amerikaning. Odatda banklar bilan mashg'ulot qilish shunday qolaysiz bo'lsa-mu, biz amalda ular bilan mashg'ulot qilishni o'rganaylik. Bo'libmi biz uzun muddatlik paychaklarni olganda ham banklarniki applarga qaraganda texmo bexatar. Ham ularniki to'xtamliq emas, balki rasmiy sizga paychaklarniki kinishkilarini berdi. Applarning bo'lsa, men oldingi qitimqi necha darsda so'zlagandek xatarlik yerlari bor. Masalan, leverage, cho'toqliq o'ynash, yana call put options, vaqtli o'ynash degandek. Ham agar uzun muddatlik o'ynab qolgan bo'lsangiz, har kechlik pulmi uzun muddat bo'lgan chog'da jig'ilib, xili jig'lab ketadi. Yaxshi yerlari bo'lsa, shunday qulaylik. Ham har qanday vaqtda bozorning ahvollarini ko'rib tura olasiz. Hatto shanba kunlarimi shu. Ham telefon qilib, yarim soatlar saqlab mashg'ulot qilishdan o'rni ketmaydi. Yana bir yaxshi yer bo'lsa, yana men bugun bu applarni sizlarga tunishtirishga maqsadim. Bu applarda yangi boshlovchilar uchun odatda mavhum pullarni sab qo'ydim. Siz bu pullar bilan hozirdan boshlab ilm setim mashg'ulotlarini qilib, bozorning ahvollarini tushunib, mashq qilgach o'zingizning qobiliyatini yetildirsangiz bo'ladi. Hamma bugun sizlarga bakrak tavsiya qiladigan bo'lsa, eToro. Bu appning boshqa applarga qaraganda texim yaxshiroq yerlari bo'lsa, siz bevosita boshqalar bilan parangisha olasiz, uchur egallay olasiz. Siz o'zingiz mablag' solgan shirkatlarning teximchi uchurlariga ega bo'la olasiz. Ham boshqalarniki uchurlarini, ham ularning mashg'ulot qilgan tarixiy uchurlarini ham ko'ra olasiz. Texim yaxshi yeri bo'lsa, siz boshqalarniki mashg'ulotini o'zingizniki qilib, kesib choplab, kopiya qila olasiz. Persentiga qarab. Mayli shu odam necha million mablag' solgan bo'lsin, sizniki sommangiz around $1000 ya $10,000 bo'lsin, shu odamning necha millionlik mablag'ini persentiga qarab o'zingiznikiga kesib choplab kopiya qilasiz. Shunga biz rasmiy mablag' silish kirishdan burun siz hozirdan boshlab shu eToroga kirib, shuni qanday ishlatishni, bozorning ahvollarini tushunish va mablag' silishlardan oz-to'la mashq qilg'ashtiring. Lekin qarindoshlarim, yana sizlarga shu tavsiyalarim, hargizmi oldirmanglar, sabrchan bo'linglar. Hozircha shu eTorolardagi mavhum pullaridan foydalanib yaxshi mashq qilg'ashtiring. Hargizmi o'zingizning yindagi rost pullarni kirgizib, boshqalarning uchurlari yaxshi ekan, statistikalar yaxshi ekan, kopiya qilsam bo'ldiki, oson ekan deb
Unda qilsangiz balkim u odamning paycheklari o'ra vaqtidagi bahosiga kopiya qilib qolsiz. Necha yildan yoqi u odam mashg'ulot qilmagan bo'lsa, agar bozor tushib ketib qolsa, u odamga ancha ziyon kelmaydi. Balkim siz necha yildan keyingi bahosini olib qolganligingiz uchun bir necha yil o'tirib qolgan ishlar chiqib qoldi. Hukuman mening darslarim sal osilishib sizlarni bak zeriktirib qo'ydim. Bu film ishlashdagi bilimlar bak vaqtimni oldi. Bunun kirganki huquqiy odam. Mening planim bundan keyin men shu e'tiroda bir yangidan hisobot ichib, sizlar bilan tang shu ekranda qonlimda ko'rsatib turib, nerdan qandaq ilm setim qilamiz, nimalarga diqqat qilamiz, qanday bexatar o'ynaymiz, shirkatlarning oldi keyni shu statistikalarni qanday ko'rish, hammasini birdan inchga o'rgataman. Shu chog'da meninkini kesib choplab tang men bilan o'rgansangiz bo'ldi. Agar mush xildagi videolarni yaxshi ko'rgan bo'lsangiz, tushunish oson bo'ldiki, davomli ishlang desangiz, yaxshi degan belgini besang, yoki bo'lmasa yaxshi emas degan belgini besang. Agar mush videolarım 100 yaxshi ko'rishga erishsa, men kelaqtimki qismda 10 hozirlam og'il bo'lgan ham kelgusimi shunda parlaq eng yaxshi paychaklarni sizlarga tunishtiraman. Agar men texim bakrak tushunay desangiz, ham teximjiq mablag' silishdagi uchurlarga ega bo'lay desangiz, mening Instagramda qo'shib oling. Mening Instagram adresimni mush videoning ostidan topa olasiz. Hem videolarimdan huzurlangan bo'lsangiz, hem sizga foyda elib kelayotgan bo'lsa, abone bo'lishni unutmang. Hem qo'ng'iroqni ichib qo'ysangiz, bundan keyin texmi yaxshi unumli uchurlarga birinchi bo'lib ega bo'la olasiz. Hem boshqalar bilan ham bakrlab qo'ying, hammalar tang foydalansin. Unda bo'lsa, hozirgi vaqtingiz xushvaqt bo'lsin. Kelajak sonda ko'rishaylik. Alloh